Mani lavozimim kattaroq-ku, hamma meni eshitish kerak. Nima qilib asabiylashib ketganimda mana shunaqa so'zlarim ham tutilib tezlashib ketib qoladigan bo'lsa, ovozim ham ingichkalashib ketib qoladi asabiylashganimda. Vashsha baqiradigan bo'lsam-ki, ovozim isterika qilayotgan odamnikiga o'xshab qoladi. Eng stressli, asabiy vaziyatlarda ham xotirjam ovoz orqali gapirish menga birinchi navbatda ishonchliroq ko'rinishga yordam beradi. Aynan bunday vaziyatlarda siz xotirjamlikni ko'rsatadigan bo'lsangiz va aniq talaffuz ila pastki tembrda gapiradigan bo'lsangiz, odamlar sizda ishonchni ko'radi. Siz o'zingizga ishonchni ko'rsatayotgan ekansiz, demak sizga ham ishonishadi. Noto'g'ri ohangda gapirish qanday oqibatlarga olib keladi? Aynan asabiy yoki hayajonli vaziyatlarda odamlar mana shunday ingichka yoqimsiz ovozda gapirishni boshlaganliklarini o'zlari ham bilmay qolishadi. Bu gapirish uslubi esa tinglovchini sizdan itaradi, ya'ni uzoqlashtirishni boshlaydi. Oqibatda sizning gap so'zlaringiz shunchaki qabul qilinmaydi. Lekin gaplaringiz xarizma orqali munosabat bilan chiqadigan bo'lsa, bu gaplar nafaqat ma'lumot sifatida qabul qilinadi, balki emotsional ta'sir doirasiga ham ega bo'ladi. Siz ham gap so'zlarni shunchaki ma'lumotdek gapirishni emas, balki emotsional yetkazishni, tomoshabinning yodida qolishini istasangiz, obuna bo'ling. Savol bersam maylimi? Menda savol bor. Balki adashayotgan bo'lishim ham mumkin, lekin o'xsharmikan? Shu kunga qadar yig'ilgan tajribamdan xulosa qilib aniq shuni aytishim mumkinki, ha, tavakkal nuqtalari ko'p, lekin o'xshash ehtimoli juda ham katta. Bilmadim, lekin nima desiz shu. Keling, unda sizni taklifingizni eshitib ko'ramiz. Bilasizmi, men sizni taklifingiz bilan tanishib chiqdim, lekin menda o'zim eplolmaymanmi yo'qmi, shu borasida ozgina shubhalar bor, shuning uchun ham yo'q desam kerak. Taklif uchun rahmat, lekin yo'q deyishga majburman, uzr.